Inson tug'ilganda azon aytiladi, ammo namoz o'qilmaydi. O'lganingda esa namoz o'qiladi, azon aytilmaydi. Nega bunday? Chunki sen tug'ilganda aytilgan azon o'qiladigan namoz uchundir. Hayot shunchalik qisqa. Mana bu yurak tushmagur bor-ku, juda ham qo'rqoq bo'lar ekan. Uni aldash kerak. Hayotda har qanday muammoga duch kelganingda ham unga shunday deyish kerak. Hech qisi yo'q akasi, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Shu bilan muammo hal bo'lar ekanmi? Yo'q, lekin bardoshliroq bo'lishga kuch topadi. Bir haqiqatni sizlarga aytmoqchiman. Hozir meni hamma narsam bor. Nomim, shuhratim. Qayerga borsam minglab, millionlab odamlar ortimdan yurishadi. Ismimni chaqirishadi. Ismimdan borliq yangraydi.